Har bir haydovchi belgilangan yo'l qoidalariga amal qilish bilan birga o'zi boshqarayotgan avtomashina xavfsizligiga ham javobgar hisoblanadi. Aks holda bu holat nafaqat haydovchi, balki boshqalarning hayotiga ham xavf tug'dirishi mumkin. Farg'ona viloyatida avtomashina yukxonasiga o'rnatilgan gaz balloni portlab ketishi natijasida 20 ga yaqin piyoda jabrlandi. Loqayd haydovchiga esa sud tomonidan tegishli tartibda qonuniy chora ko'rildi. Fuqaro Bobo Rahimov 2024-yil 7-iyul kuni soat 11:40larda Lacetti rusumli avtomashinasini Rishton tumani Dehqon bozori hududiga boshqarib borib, bozorning kirish darvozasi chap tomonida joylashgan savdo rastalari oldidagi piyodalar yo'lagi chetiga qo'yib ketadi. Avtomashina yukxonasiga o'rnatilgan gaz balloni portlab ketishi natijasida piyodalar yo'lkasidan o'tib ketayotgan 20 nafar fuqarolar turli darajadagi tan jarohatlari olib, shifoxonaga murojaat qiladilar. Ulardan biri og'ir tan jarohati olganligi sababli vafot etadi. Mazkur holat yuzasidan yuritilgan jinoyat ishi Rishton tumani sudida ko'rib chiqildi. Amaldagi yo'l harakati qoidalarining transport vositasining haydovchisi yo'lga chiqishdan oldin transport vositasining texnik sozligini, tozaligini va to'liq jihozlanganligini tekshirishga, harakatlanish vaqtida transport vositasining texnik sozligini ta'minlashga majburdir. Gazli ta'minlash tizimi bilan jihozlangan avtobus va avtomobil gaz ballonlarining tashqi tomondan ko'rsatilgan texnik ko'rsatkichlari texnik pasportdagi ma'lumotlarga mos kelmasa, oxirgi va rejalashtirilayotgan tekshiruvlarning sanasi bo'lmasa, transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi deb ko'rsatilgan talablarni qo'pol ravishda buzgan haydovchiga nisbatan jazo tayinlandi. U O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 266-moddasi 2-qismi bilan ayblanib topildi. Unga nisbatan mazkur modda bilan 3 yil muddatga barcha turli transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilgan holatda 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Shuningdek, sud hukmi bilan sudlanuvchidan jabrlanuvchilar foydasiga 26 million so'm moddiy, 58 million so'm ma'naviy zararlar undirish belgilandi. Islom Nishonov, Farg'onadan.